Olimlar assalomu alaykum. Mana bugun Qashqadaryo Qamashi Qamay O'lmas qishlog'i. Olimlar assalomu alaykum. YouTube kanali, Telegram kanali obunachilarimiz mana bugun Qashqadaryo Qamashi Qamay O'lmas qishlog'ida uchastka bor. Sotiladi deyilyapti. Hech sutsa hozir bilib o'tamiz hech sutligini. Uchastka bor. Suv keladi, oqma suv. Bu yerdan zavordan suv keladi. Har tomonlama qulaylik sharoiti bor. Hozir hech sutiq nima hammasini tanishtirib o'taman sizlarga. Har tomondan suv keladi. Sharoiti yaxshi zo'r. Kim borib tegin qilaman desa yaxshi. Sizlar xizmatingizni Tilbek studiya. Mana bugun men tanishtirib o'taman sizlarga. Hovli uchastka egasi. Mana. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Bu uchastka necha sotiqlik? 20 dan oshiq 25 sotiq bo'lsa, 25 dan oshiqroq. Kelishilgan holda sotamiz. Bu qanday sharoitlar, qanday? Qayerda suv keladi, nima bilan nima qiladi? Qo'lni birinchi quloq. Tushar oqmas. Yakkabog' qurbadan yakkabog'dan keyin tayyor. Hamma qulayliklar bor. Yaxshi. Panamarda qoldiramiz. Ayting. Kelishilgan holda sotamiz. Aytasiz, telefon raqamingizni aytib qo'ying. Xo'p. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99lik 626 2070. Shu raqamga chiqib telefon raqami o'zingizniki-a? Bemalol shu telefon raqamiga bog'lanasiz. Ha. Uchastka 30 sotiqlik, 25 sotiqlik deyapti. Yaxshi.